O'smirlik davri jinoiy huquq shakllanishi mumkin bo'lgan alohida e'tiborli davr hisoblanadi. Buning sabablari quyidagicha bo'lishi mumkin. Avvalambor o'smirlarimiz kattalik hissini tasdiqlash, boshqalar ularni katta odamdek qabul qilishlikni istaydi. Buning natijasida ma'lum bir guruhlarga ta'siriga qo'shilib qolishi va mana shu guruhdan ajrab qolmaslik uchun shu guruh an'ana, urf-odatlariga rioya qilib jinoyatga qo'l urib qo'yishlari. Chunki o'smirlarimizga aynan shu guruhdan ajrab qolish ularga salbiy ta'sir qiladi. Ular o'zlarini kattadek aynan shu guruhda his qiladi. O'smirlarimiz o'zlarini anglash jarayonini tezlashtirish uchun guruh a'zolarining ta'siri natijasida jinoyatga qo'l uradi. Shuningdek, bir qator hayotiy muammolardan qochish natijasida jinoyat yo'liga kirib qolishi. Hurmatli ota-onalar, farzandingizni o'zini anglash jarayonida jinoyat yo'liga kirib ketishini oldini olish uchun albatta farzandingizga e'tiborli bo'ling.